sizni ishtahangizga kamlik qiladi bu. Yo, mana siz ayting aka, men ko'p ovqat yeymanmi? Ko'rinishingizdan o'xshaydi lekin. Ko'rinishimdan o'xshaydi. Aka, siz bilan ham kelisha olmadim, o'zingiz qiling. Bizani o'zbekcha sushi. O'zbeklarni bilasiz-ku? Aha. Chiqaraveramiz. Somsa sushi. Qarang, To'ppa somsaga to'g'ri. o'xshaydi. Somsa ko'rinishidagi sushi. Da, ichida tovuq, ris va kokosli strushka. Aha. Tovuqimiz qovurilmagan, ya'ni sariyog'da dimlangan. Aha. Qovurilsa u boshqacha, ya'ni u odamning me'yasiga tegib qo'yishi mumkin. Oshqozonga ham og'irlik qiladimi qovurilsa? Ya bilasizmi, qovurilgani organizmda xolesterinni kuchaytirib yuboradi. O'shaning uchun yog'i borligini hisobga olib, bizada bu yoqda qarshiligini ham qilib qo'ydim, ya'ni koritsa. Muntazam ravishda tuxumni iste'mol qilishingizni maslahat bergan bo'lardi. Muborak oyda, sababi og'iz yopayotgan paytda oqsilga boy taomlardan bittasi bu tuxum hisoblanadi To'ppa-to'g'ri. va tovuqni go'shti hisoblanadi. Endi uyog'iga mol go'shti, undan keyin qo'y go'shti, undan keyin ketaveradi. Xullas, eng muhimi oqsilga boy taomlar bilan ro'zani tuting, yaxshilar.